Hozir. Aka! Ulug'bek, bormisan? Aka, navoiylarni o'tirolsizlarmi? Hech nima kerak? Haytga uy ko'tarmoqchi edik. Uy ko'tarib uchashga boshladinglarmi? Yo'q. Ha, Uy ko'tarmoqchimiz, domla. nima degani u? Qo'ymasiz? Ha. Shkop o'rniga divanni qo'yamiz. Hop. Mamlaqa turgangilarni mamlaqasiga solamiz. Ha, uborga demaysanmi? Baxtim xotirga vaqtim olmay, navbatga turibdimi? Ha, o'sha yerdan olasanmi o'zing? Qayta olib chiqib bering, hamma. O'g'lim, bu yoqqa kel. Sen kiyinasan, men yig'ishtiramanmi? Ko'ylakcha, oyoq kiyim hammasini oldim. Sochimni oldirasam, ertaga hayit namoziga totoy bo'lib chiqaman. Amaki, menga hali qachon gap qiladi, bilmaysizmi? Bundan keyin esa Ha. Asfar, mashindan keyin men sochim bor. Ko'chingizga turmaysizmi, baba? Gap buraya qalayman, oldiga ayt kelganman. Ani kesing vaqtda, aka, men Qancha kelaman? nima deyapti? Vau, kiyimlarni azroq oldim. Ertaga yangi kiyimlar namoz kiyib chiqaman. Voy, ertalab bu ketdi-yu. Bu yil uxlab qolman namozga. Opa, ne turg'izmaydilar meni. G'illama, o'shancha uyg'otganda turish kerak edi. Turishi.